Vikinglar butun umrini ajdaholarga qarshi kurash bilan o'tkazishgan. Ammo bir bola bor edi. U ajdaholar bilan do'stlashish mumkinligini tushunadi. Pol orolida bir vikinglar qishlog'i joylashgan. Ular bir katta muammoga ega. Bu muammo ajdaholar edi. Bu yovvoyi mavjudotlar ko'rgan narsasini yoqib yuborishardi. Ammo vikinglar bu holatdan qo'rqishmaydi. Ular jang qilishni, hattoki ajdaholar bilan ham kurashishni o'rganib olishgan. Qishloq sardori Stoik King aytishlaricha, u bolaligida ajdahoni hech qanday qurolsiz o'ldirgan. Hozir esa u hujumga qarshi qanday turishni ko'rsatmoqda. U barcha jangchilarga topshiriqlar beradi. Bu orada bizning bosh qahramonimiz King. U oddiy temirchining yordamchisi bo'lganligi uchun jangchilar uni jiddiy qabul qilishmaydi. U esa o'zini jangda ko'rsatib, chinakam viking bo'lishni istaydi. U Astrid ismli jangchi qizni sevib qolgandi. Uning qalbini zabt etish uchun ajdarni o'ldirishga harakat qiladi.